Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, bugungi mavzuyimiz 14 mavzu ish haqi va mehnat munosabatlari mavzusi bo'ladi. Ushbu mavzuni 4 daraja asosida ko'rib chiqamiz. Bular yaratilgan mahsulot va daromadlarning taqsimlanish tamoyillari, ish haqining iqtisodiy mazmuni, ish haqini tashkil etish shakllari va tizimlari va oxirgisi mehnat munosabatlarining iqtisodiy mazmuni va unda kasaba uyushmalarining roli degan rejalar asosida ko'rib chiqamiz ekan. Demak, birinchi rejamiz yaratilgan mahsulot va daromadlarning taqsimlanish tamoyillari bo'yicha gaplashsak, ishlab chiqarilgan mahsulotlarning taqsimlanish tamoyillari bo'yicha har xil nazariyalar mavjud. Shulardan fransuz olimi Jean Baptiste Sayning ishlab chiqarishning uch omili degan g'oyasini ilgari surgan va unda tovarlarni ishlab chiqarishda mehnat, yer va kapital bir xil teng qatnashadi. Ular hamma daromadlar manbai hisoblanadi va daromadlar shu omillar o'rtasida taqsimlanadi degan g'oyani ilgari suradi. Ushbu g'oya amerikalik iqtisodchi olim Jon Beyts Clarkning qo'shilgan omil unumdorligi, ya'ni so'nggi qo'shilgan kapital yoki ishchi kuchi ni nazarda tutadigan unumdorligi degan g'oyasiga asos bo'lib xizmat qiladi. Jon Clark o'zining boyliklarning taqsimlanishi nomli asarida yaratilgan boylik uchala omil o'rtasida ularning har biri yaratgan mahsulot miqdoriga, ya'ni unumdorligiga qarab taqsimlanadi degan g'oyani ilgari surgan hisoblanadi. Sey va Clarklarning g'oyalarining ijobiy tomonlarini to'xtaladigan bo'lsak, bular yer, kapital va ishchi kuchi, ya'ni bu yerda jonli mehnat nuqtai nazaridan har uchalasi tovar yoki xizmatlarning nafliligini yaratishda qatnashishlarini ko'rsatib berganlar. Undan keyin yaratilgan naflilik miqdori bilan bu uchala omilning miqdori va unumdorligi o'rtasida bog'liqlik mavjudligi. Agar bu uchala omil bir-biriga mos ravishda miqdor va sifat jihatdan oshsa, tovarlar va xizmatlar hajmi ham ko'payishini asoslab berganlar. Lekin bu g'oyalarni shu bilan birgalikda o'zina yarasha kamchiliklar ham bo'lgan. Birinchidan, Sey va Clark hali iqtisodiyot nazariyasi yetarli rivojlanmagan davrda yashab, faoliyat olib borganliklari uchun tovar va xizmatlarda gavdalangan mehnatning ikki yoqlama tavsifini va undan kelib chiquvchi tovarning ikki xil xususiyatini tushunmaganliklari tufayli yer va kapital tovar nafliligini yaratishda passiv ravishda qatnashsa-da, qiymat yaratmasliklarini, ular faqat eskirishga teng, ya'ni amortizatsiya ajratmalariga teng qiymatini yangi tovarga jonli mehnat ta'sirida o'tkazishini, ya'ni qiymat esa faqat jonli mehnat tomonidan yaratilishini ko'rsatib bera olmaganlar. Ikkinchidan, Clark tomonidan yaratilgan qo'shilgan mehnat unumdorligining kamayib borish qonuni turli omillarning bir-biriga mosligini ta'minlamagan. Ko'r-ko'rona xarajatlar oshib borilgan hamda ilmiy-texnika taraqqiyoti mutlaqo to'xtab qolgan davrga mos kelib, hozirgi zamon rivojlangan bozor iqtisodiyoti sharoitiga bu g'oyalar to'g'ri kelmaydi. Sey va Clark aytganidek, hozirgi davrda yaratilgan boylik, to'g'rirog'i milliy mahsulotning hammasi bu uchala omilning miqdori va unumdorligiga qarab taqsimlanmaydi, balki uning amortizatsiya ajratmalari, markazlashgan fondlar tashkil qilingandan qolgan qismi shu omillarga qarab uning egalari o'rtasida taqsimlanadi. Hozirgi davrda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar talablarini hisobga olib yaratilgan mahsulotni taqsimlashning asosiy yo'nalishlariga to'xtalsak. Birinchisi, umuman olganda mahsulotni binobarin daromadlarni taqsimlash ham doim bir xil bo'lmaydi, balki shu davrda amal qilib turgan iqtisodiy munosabatlar tizimiga, jumladan mulkchilik munosabatlariga bog'liq bo'ladi. Ishlab chiqarishning moddiy shart-sharoitlari, ya'ni kapitalga mulkchilikning turli shakllari mavjud bo'lgan, yerga esa davlat mulki bo'lib turgan sharoitda yaratilgan milliy mahsulot mulk egalari va ishchi kuchining egasi bo'lgan ishchi xizmatchilar o'rtasida taqsimlanadi. Bunda daromadning bir qismi albatta umumjamiyat manfaatlarini ko'zlab ish olib boruvchi davlat ixtiyoriga kelib tushadi yoki bo'lmasam soliqlar to'lanadi. Ikkinchisi, milliy mahsulotdan eng avvalo shu mahsulotni yaratishda qatnashgan ishlab chiqarish vositalarining qiymati, aniqrog'i amortizatsiya summasi
ajratib qo'yiladi. Chunki bu summa asosiy ishlab chiqarish vositalarini qayta tiklash uchun zarur hisoblanadi. Xo'p, keyingisi. Undan keyin turli xil tabiiy ofat va boshqa turli xil favqulodda hodisalarning ta'sirini bartaraf qilish, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishni o'z maromida to'xtovsiz olib borishni kafolatlash uchun sug'urta fondlari, qariyalar, bolalar, nogironlar va turli boshqa kam ta'minlangan oilalarni himoya qilish uchun nafaqa hamda ijtimoiy himoya fondlariga ham ajraladi. Keyingisi davlatni boshqarish, mamlakat mudofaasini mustahkamlash, aholining tinch hayotini va mehnatini qo'riqlash, mamlakat miqyosida fan madaniyatini, ta'lim tizimini, sog'liqni saqlashni rivojlantirish uchun fondlar ajratiladi. Ana endi ikkinchi rejamizga o'tsak, ish haqining iqtisodiy mazmuni rejasi. Yaratilgan yalpi ichki mahsulotning uning ishlab chiqaruvchilar o'rtasida mehnatining miqdori, sifati va unumdorligiga qarab taqsimlanadigan qismiga biza ish haqi deb aytamiz ekan. Xo'p, ish haqini mazmunini aniqlashga bir necha xil yondashuvlar bor. Shulardan Devid Rikardo va Tomas Maltuslarning yashash uchun vosita minimumi konsepsiyasida ish haqini yashash uchun zarur vositalarning fiziologik minimumi bilan bir xil deb hisoblanadi. Lekin ish haqini yashash uchun zarur vositalarning fiziologik minimumi bilan bir xil deb qarash bu to'g'ri emas. Bu minimum o'z ichiga ishchi kuchini shakllanadigan iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy shart-sharoitlar tug'diradigan ehtiyojlarini ham oladi. Shu bilan birga ishchi kuchini narxining quyi chegarasini yashash uchun zarur vositalar miqdorining minimumi bilan aniqlash, ishga yollovchilardan ish haqini mazkur quyi chegaradan pasaytirishga intilishga olib kelishi mumkin bo'ladi. Iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatlarning xo'jalik amaliyotidagi ish haqining darajasini kuzatish shuni ko'rsatadiki, ishchi kuchi bozorida real ish haqining o'rtacha darajasi yashash uchun zarur jismoniy vositalar minimumiga qaraganda ancha yuqori darajada o'rnatilgan bo'ladi. Agar shunday bo'lmasa, bu qullik darajasigacha demak ishchilarni tushirishga olib kelgani bilan mantiqiy barobar bo'ladi. Xo'p, ish haqi mazmunini aniqlashga bo'lgan turli xil yondashuvlar. Qiymatning mehnat nazariyasi ishchi kuchini alohida o'ziga xos tovar deb hisoblaydi. Shu sababli bu nazariya ish haqiga tovar bo'lgan ishchi kuchi qiymatining o'zgargan shakli, ya'ni puldagi ifodasi sifatida qaraydi va uni ishchi kuchini takror ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan tirikchilik vositalari qiymati sifatida aniqlaydi. Bu g'oyalarni asosan klassik iqtisodiy maktab olimlari birinchi bo'lib esimizda bor William Petty bu g'oyani ilgari surgan va marksistik yo'nalishdagi iqtisodchilar ilgari surishadi. Mazkur g'oya tarafdorlari ishchi kuchi qiymatiga bir qator omillar, avvalo tabiiy shart-sharoitlar, aholining madaniy rivojlanishi, ularning malakasi va ishchi oilasini saqlash hamda ularning tabiiy takror ishlab chiqarish sharoitlari ta'sir qilishini ko'rsatadi. Shu bilan birga bu g'oyada hayotiy ehtiyojlar hamda ularning qondirilish usullari mamlakatning ilmiy, texnikaviy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy rivojlanishida erishilgan darajadagi bog'liqligi ta'kidlanadi. Ish haqi mazmunini aniqlashga bo'lgan yondashuvlardan keyingisini biza aa, hozirgi davrda ham ko'pgina ko'zga ko'ringan iqtisodchi olimlar tomonidan ma'qullanib, takrorlanib kelayotganlari bilan boyitadigan bo'lsak, Shishkin, Borisovlar o'zlarining iqtisodiyot nazariyasi darsliklarida ish haqini ishchi kuchi tovar qiymatining puldagi ifodasi deb ta'riflab keladilar. Hozirgi zamon iqtisodiyot nazariyasida ayrim mualliflar, jumladan Economics darsliklarida, Kamayev rahbarligida nashr etilgan iqtisodiyot nazariyasi darsligi va boshqalarda, demak, ish haqini mehnat narxi sifatida, ayrimlari esa mehnat bozoridagi talab va taklifning
mu- muvozanat narxi sifatida demak talqin etadilar. Ya'ni Economicsda birinchi holat ish haqining mehnat narxi sifatida ko'riladigan g'oyamiz va Kamayevning iqtisodiyot nazariyasi kitobida mehnat bozoridagi talab va taklifning muvozanat narxi degan g'oyalar beriladi. Bunda ular asosan bozorda mehnat sotiladi degan noto'g'ri tushunchaga asoslanishadi. Mehnat ishchi kuchining funksiya qilishi yoki ishlashi, uning ma'lum maqsadga qaratilgan faoliyat jarayoni bo'lib, uning qiymati va narxi yo'qligi, bu jarayonni bozorga olib chiqib sotib bo'lmasligi ham fanda, ham real hayotda, iqtisodiy amaliyotda ham hammaga ayon bo'lgan va allaqachon isbotlangan masala hisoblanadi. Shuning uchun buni isbotlashga harakat qilmasak ham bo'ladi. Chunki ishchi kuchini o'zini pul sifatida demak ishlab chiqaruvchi sotib bilmaydi. Faqatgina undan kelgan mahsulotlarnigina biza bozorda pullashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ish haqining mazmuni to'g'risidagi nazariyalarda demak davomlashtirib, ularni umumlashtirib xulosa chiqaradigan bo'lsak, birinchidan, ish haqi to'g'risidagi nazariyalarda unga bir tomonlama yondashish xususiyati mavjud. Uning murakkab va ko'p qirrali iqtisodiy jarayon ekanligini ozgina e'tibordan chetda qoldirilashadi odatda. Ish haqining umumiy darajasi har doim bir xil mamlakatda iqtisodiyotning erishgan darajasiga, ya'ni umumiy mehnat unumdorligi, milliy mahsulot hajmi, uning aholi jon boshiga to'g'ri keladigan miqdoriga bog'liq bo'ladi. Ish haqining miqdori ishchi kuchini takror ishlab chiqarishga, ishchining o'zini, oila a'zolarini boqishga yetadigan darajada bo'lishi lozim. Ish haqining miqdori va darajasi ishchi kuchining malakasi, uning mehnat unumdorligi bilan bog'liq bo'ladi. Ish haqining darajasi har bir firma yoki korxonada ishlab chiqarishning erishilgan darajasi bilan, ya'ni ishlab chiqarilgan va sotilgan mahsulot hajmi va bir ishchiga to'g'ri keladigan miqdor bilan to'g'ridan to'g'ri bog'liq bo'ladi. Ana endi shulardan kelib chiqib qarasak, ishchi uchun qanday shaklda va qancha miqdorda ish haqi olishi emas, balki unga qancha miqdorda tovarlar va xizmatlar sotib olishi mumkinligi muhim hisoblanadi. Shu sababli nominal va real ish haqi farqlanadi. Nominal ish haqi bu ma'lum vaqt davomida olingan pul summasi yoki pul shaklidagi ish haqi hisoblanadi. Real ish haqi esa bu nominal ish haqiga sotib olish mumkin bo'lgan tovarlar va xizmatlarning miqdorini bildiradi. Boshqacha aytganda, real ish haqi bu nominal ish haqining xarid etish qobiliyatini ko'rsatib beradi. O'z-o'zidan aniqki, real ish haqi nominal ish haqiga va xarid qilinayotgan tovarlar va xizmatlar narxiga bog'liq hisoblanadi. Shunday ekan, real ish haqi boshqa sharoitlar bir xil bo'lganda nominal ish haqiga to'g'ri mutanosib bo'ladi va iste'mol buyumlari va xizmatlari narxi darajasiga teskari mutanosib yoki teskari proportsional bo'ladi. Bu miqdorlar nisbatini formulada aks etadigan bo'lsak, quyidagi formula kelib chiqadi. Bu yerda real ish haqi nominal ish haqining iste'mol buyumlar va xizmatlar narxiga nisbati bilan aniqlanishini ko'rsatuvchi formula ko'rsatib o'tilgan. Real ish haqini biza VP, nominal ish haqini VH va iste'mol buyumlari va xizmatlari narxlarini P belgisi bilan demak belgilab olamiz. Nominal ish haqi ishlab topilgan pul daromadi darajasini, real ish haqi esa xodimlarning iste'moli va farovonlik darajasini tavsiflaydi. Va xuddi shu formuladan real ish haqi emas, nominal ish haqini topishni ham chiqarib olsak bo'ladi. Bu yerda VP bilan VH o'rni nima qiladi? O'zgaradi. Xo'p, endi ishga haq to'lashni ikki xil asosiy nasi bor, usullari bor. Bular birinchisi vaqt pay va ikkinchisi ish pay haq to'lash hisoblanadi. Vaqt pay ish haqi xodimning malakasi, mehnatining sifati va ishlagan vaqtiga qarab to'lanadigan ish haqi hisoblanadi. U odatda mehnatning natijalari aniq hisoblab bo'lmaydigan, balki ular aniq vazifalar doirasini bajarish bilan belgilanadigan vaqtda
Masalan, injener texnik xodimlar va xizmatchilarni sozlovchilar, elektromontorlar, universitetdagi o'qituvchilar yoki bo'lmasam texnik xodimlar yoki mahsulot ishlab chiqarish texnologik jarayonining borishi bilan belgilanadigan va bevosita ishiga bog'liq bo'lmagan paytlarda, masalan, konveyerlar va avtomatlarlarda ishlashda qo'llaniladigan usul hisoblanadi. O'zbekistonda biza bilamiz, katta ko'pchilik korxonalarda va yirik korxonalarda aynan shu usul, vaqt pay usulidan foydalaniladi. Lekin bu degani ish pay usuli yo'q degani emas. Demak, ish pay usulini ko'rib chiqsak. Ish pay ish haqi ishchining ishlab chiqargan mahsulot miqdori va sifati yoki bajargan ishining hajmiga qarab beriladigan ish haqi hisoblanadi. Mahsulot birligi uchun to'lanadigan ish haqi miqdori tarif stavkasidagi haqni ishlab chiqarish normasiga taqsimlash yo'li bilan aniqlanadi. Haq to'lash shakllarining aniq mehnat sharoitlarini hisobga oladigan turlari ish haqining tizimini tashkil qiladi. Shunday ekan, ishchilarning bir qismiga to'g'ri ish pay tizimi bo'yicha haq to'lanadi. Bunda ishlab chiqarish me'yori qay darajada bajarilishidan qat'iy nazar, ish haqi yagona mahsulot birligi uchun belgilangan tarif bo'yicha to'lanadi yoki bo'lmasa oddiygina ishlab chiqargan mahsuloti yoki qilgan ishining metrikasiga qarab haq to'lanadi. Aytaylik, bir birlik mahsulotga 5 so'm bo'ladigan bo'lsa, mingta qilsa 5 ming so'm, 100 mingta qilsa 500 ming so'm, uzr, 100 mingta qilsa 500 000, demak oylik olishda davom etaveradi. Xo'p, ish pay mukofot tizimi nomli tizim ham mavjud. Bunda bir qancha ko'rsatkichlar uchun mukofot berish nazarda tutadi. Ish pay progressiv haq to'lashda ishchining belgilab qo'yilgan me'yor doirasida ishlab chiqargan mahsulotiga uning birligi uchun belgilangan tarif bo'yicha ish haqi beriladi. Normadan yuqorisiga esa oshirilgan haq yoki oshirilgan tarif bo'yicha pul to'lanadi. Ish va ish haqi tizimida yakka tartibdagi jamoa va ijara pudratida qo'llaniladigan mehnatga haq to'lash farqlanadi. Bunda olingan tayyor mahsulot uchun uning sifati va ishlab chiqarish chiqimlari hisobga olib haq to'lanadi. Haq to'lashning jamoa shaklida ish haqi, brigada, sex va boshqa bo'linmalarning pirovard mehnat natijalariga bog'liq qilib qo'yiladi. Bunda har bir xodim faqat o'ziga beriladigan shaxsiy topshiriqlargagina emas, balki shu bilan birga bo'linmaning butun bir hajmini ham bajarishda manfaatdor bo'ladi. Bunga misol qilib, savdo nuqtalarini aytsak bo'ladi. Aytaylik, bugungi kunda bizada elektron savdo bo'yicha Media Park yoki Texnopark kabi katta magazinlar, do'konlar bor. Ana shu magazinlarda ishchilarga to'lanadigan oylikdan tashqari bir oylik davomida qo'yiladigan reja bor, sotuv rejalari. O'sha sotuv rejani bajaradigan bo'lsa, bajarilganlik darajasiga qarab qo'shimcha premiyalar yoki bo'lmasam ustama haqlar to'lab berilishi nazarda tutiladi. Ya'ni bu yerda butun bir jamoani ishlashiga bog'liq bo'lgan yoki bo'lmasa ularga umuman bog'liq bo'lmagan xaridorlarning sotish sotib olish qobiliyatiga bog'liq bo'lgan holat yuzaga keladi. Ishchilarning ish haqini tabaqalashtirish eng avvalo davlat tarif tizimi yordamida amalga oshiriladi. Tarif tizimi yordamida tarmoqlar va mamlakat mintaqasi bo'yicha, ular ichida esa ishlab chiqarish turlari, turli toifadagi xodimlar malakasi va mehnat sharoitlariga qarab ishchi va xizmatchilarning ish haqi darajasi tartibga solib turiladi yoki oddiy so'z bilan aytadigan bo'lsak, davlat har bir soha bo'yicha minimal ish haqini belgilab beradi. Tarif tizimi tarif malaka ma'lumotlarini va ish haqiga har xil koeffitsiyentlarni o'z ichiga oladi. Tarif malaka ma'lumotlari ayrim kasblar va mehnat turlarining batafsil tarifi, u yoki bu aniq ishni bajaruvchilarning bilim va ko'nikmalariga qo'yiladigan talablardan iborat bo'ladi. Shuningdek, unda bu ishni ta'riflash uchun quyidagilar, ya'ni quyidagi razryadlar yoki bo'lmasam darajalar ajratib ko'rsatiladi. Tarif setkasida razryadlardan tashqari tarif koeffitsentlari ham bo'lib, ular birinchi razryadli ishchiga haq to'lash bilan keyingi razryadli ishchilar mehnatiga haq to'lashning o'zaro nisbatini ko'rsatadi. Birinchi razryadning tarif koeffitsiyenti hamma vaqt birga teng bo'ladi.
Tarif stavkalari tegishli razryadlarga ega bo'lgan ishchilarning mehnatiga to'lanadigan haq miqdori esa belgilab boriladi. Ya'ni keyingi tarif razryadlarida birdan yuqori bo'ladi. Masalan, 1.10, 1.20, 1.30 bo'lib boradi va bazaviy oylik miqdori o'sha razryadga ko'paytiriladi. Birinchi razryadda belgilangan o'sha oylikni 1/1 oladi. Undan keyin razryad oshishi bilan oladigan pul miqdori ham oshib boradi. Xo'p, ana endi 3-rejaga o'tsak, ish haqini tashkil etish shakllari va tizimlari. Mehnat shartnomalari avvalo ish haqi stavkasi, normadan ortiqcha bajarilgan ishlar uchun stavka, dam olish kunlari va tanaffuslar, pensiya fondlari va sog'liqni saqlashga ajratmalar hamda narxlarning o'zgarishini hisobga olib, iste'molchilik savatchasi qiymatini tartibga solish kabi jihatlarni o'z ichiga oladi. Keyin mehnat sharoiti masalalari qarab chiqiladi. Nihoyat qator tashkiliy masalalar hal qilinadi. Odatda kelishuv bir necha yilga, asosan 3 yoki 5 yilga tuziladi va mehnat shartnomasida mana shu ko'rsatib o'tilgan har bir jihatimiz e'tiborga olingan bo'lishi kerak. Ayrim hollarda davlat ham korxona ma'muriyati va ishchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarga, masalan, ish tanlash masalalariga tegishli munosabatlarga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ammo ish tanlash huquqi iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar haqidagi xalqaro paktda mustahkamlangan asosiy ijtimoiy iqtisodiy huquq bo'lib, erkinliklar jumlasiga kiradi. Ko'pchilik mamlakatlarda mehnat munosabatlarining rivojlanishida bosh masala ishsizlikni ijtimoiy kafolatlashga, ishlovchilarning mehnat sharoitini yaxshilash va ish haqini oshirish imkoniyatlari bilan bog'liq masalalar hisoblanadi. Bu muammolarning hal qilishda asosiy rol kasaba uyushmasiga demak beriladi. Xo'p, kasaba uyushmalarining tadbirkorlar va davlat bilan munosabatlari kasaba uyushmalari haqidagi asosiy iqtisodiy, ijtimoiy g'oyalar haqida gaplashsak. Birinchisi, ishchi kuchiga bo'lgan talabni oshirish. Kasaba uyushmalari nuqtai nazarida ish haqini oshirishning eng qulay usuli ishchi kuchiga bo'lgan talabni kengaytirish hisoblanadi. Ishchi kuchiga bo'lgan talabning ortishi natijasida ish haqi stavkasi ham, ish o'rinlari soni ham ortadi. Kasaba uyushmalari bu talabni belgilovchi bir yoki bir necha omillarni o'zgartirish yo'li bilan ishchi kuchiga bo'lgan talabni ko'paytirishi mumkin hisoblanadi. Xususan ular quyidagilarga erishishga harakat qilishadi. Birinchisi, ishlab chiqarilgan mahsulot yoki ko'rsatilgan xizmatga talabni oshirish. Keyingisi, mehnat unumdorligini oshirish va ishchi kuchi bilan birgalikda foydalaniladigan boshqa ishlab chiqarish omillari narxlarini o'zgartirishga harakat qilishadi. Ishchi kuchi taklifini qisqartirish. Kasaba uyushmalari ishchi kuchi taklifini qisqartirish yo'li bilan ish haqi stavkasini oshirishi mumkin. Bunga quyidagi yo'llar bilan erishiladi. Birinchisi, immigratsiya cheklanadi, bolalar mehnati qisqartiriladi, pensiya muddatiga chiqishni qo'llab-quvvatlashadi yoki bo'lmasam pensiya yoshiga yetgan paytda odamlarni pensiyaga yuborishga harakat qilishadi va o'sha muddatni pastroq chegaradan qo'yishga harakat qilishadi, ertaroq pensiyaga chiqish uchun. Va oxirgisi ish haftasini qisqartirish yordam beradi. 6 kunlik ish kunidan 5 kunlikka o'tish, 5 kunlikdan ba'zi mamlakatlarda ko'ryapmiz 4 kunlik ish haftasiga o'tish. Bu aynan shu jumlaga misol bo'la oladi. Xo'p, kasaba uyushmasi bo'yicha malaka darajasini litsenziyalash. Bu ma'lum mehnat turi taklifini cheklash vositasi hisoblanadi. Bunda kasaba uyushmalari korxona ma'muriyatiga ma'lum kasbdagi ishchilar aniq ko'rsatilgan talablarga javob bergan taqdirda ishga qabul qilinishi kerakligi bo'yicha ta'sir ko'rsatadi. Bu talablar o'z ichiga ishchining ta'lim darajasi, mutaxassislik bo'yicha ish staji, imtihon natijasi va shaxsiy tavsiflarini ko'rsatib beradi. Bunga misol qilib, kvalifikatsiya bo'yicha olinadigan litsenziyalarni yoki aytaylik, xorijga ketgan muhojirlarimizdan Rossiyada FNSdan olinadigan patent yoki bo'lmasam litsenziyani misol qilishimiz mumkin. O'sha litsenziyalarni berishni to'xtatsa, o'z-o'zidan ishchi kuchi taklifini bozorda to'xtatib, narxni oshirishiga yoki bo'lmasam taklifini oshirib yuborish evaziga narxni pasayishiga olib keladi.
Xo'p, kasaba uyushmalari jamoa shartnomalari tuzishda monopol holatga ega bo'lgan tadbirkorlarga qarshilik ko'rsatish yo'li bilan ham ish haqi stavkasini oshirishga erishishlari mumkin. Buning natijasida ish haqini oshirish bilan bog'liq qo'shimcha sarflar, yangi ishchi kuchini yollash natijasida olinadigan qo'shimcha mahsulot hajmidan ortiq bo'ladi. Kasaba uyushmalari o'zlarining iqtisodiy vazifalarini amalga oshirishda manfaatlari himoya qilinayotgan mehnatkashlar guruhining kasbiy ixtisosligi xususiyatlaridan kelib chiqqan holatda yopiq yoki bo'lmasam ochiq turdagi tashkil etishda amalga oshirishlari mumkin. Bunga misol qilib, 2023-24 yillarda adashmasam bo'lgan Amerikadagi Gollivuddagi ssenaristlarni ish tashlashi yoki bo'lmasam aktyorlar gildiyasining ish tashlashlarini bunga misol qilib aytsak bo'ladi. Ya'ni gigant kompaniyalar bilan kelishuvga erisha olmaganliklari uchun mitinglar qilib, ish tashlash qilib, kasaba uyushmalari shu xodimlarni birlashtirgan holatda o'zining maqsadlariga erishganini biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yopiq turdagi kasaba uyushmalari ish haqi darajasini oshirish uchun ishchi kuchi taklifini qisqartirishga harakat qiladilar. Bu ko'proq ma'lum kasb egalari, masalan, duradgorlar, g'isht teruvchilar, elektr payvandchilar kabi o'zlariga birlashtiruvchi sex kasaba uyushmalari tarzida tashkil etadi. Sex kasaba uyushmalari ish beruvchilarni faqat mazkur kasaba uyushmasiga a'zo bo'lgan ishchilarini yollashga majbur etib, shu orqali ishchi kuchi taklifi ustidan nazorat o'rnatadilar. Zarur holda kasaba uyushmasiga a'zolikni qisqartirish orqali ishchi kuchi taklifini sun'iy yo'l bilan qisqartirish ham mumkin. Bunda ular quyidagi yo'llardan foydalanishadi. Demak, birinchisi o'qitish, kasbga tayyorlash muddatini cho'zishadi. Kasaba uyushmasiga a'zo bo'lish badallarini oshirib qo'yishadi. Yangi a'zolarning qabul qilishni cheklash yoki umuman taqiqlashlari ham mumkin shu maqsadda. Aksariyat kasaba uyushmalari o'z a'zolari sonini cheklashga harakat qilmaydilar. Aksincha, ular barcha mavjud yoki qiyin keyinchalik yollanuvchi ishchilarni birlashtirishga harakat qiladilar. Bu ochiq turdagi yoki bo'lmasam tarmoq kasaba uyushmalari uchun xos bo'lgan tarmoqdagi barcha ishchilarni ularning malakasidan qat'iy nazar o'z saflariga a'zo bo'lishiga intiladilar. Bu o'rinda agar kasaba uyushmasi a'zolari faqat malakali mutaxassislardan tarkib topsa, uni yopiq tarzda tashkil etish ham mumkin bo'lib qoladi. Chunki ish beruvchilar bu qadar katta miqdordagi malakali mutaxassislarni ishdan bo'shatib, ularni o'rniga boshqalarni qabul qilish imkoniyatiga ega bo'lmaydilar. Agar tarmoq kasaba uyushmasi mazkur tarmoqdagi deyarli barcha ishchilarni birlashtira olsa, u holda ish haqi darajasi bo'yicha shartnoma tuzishda kasaba uyushmalari korxona ma'muriyatini o'z ta'sir doirasida ushlab tura oladi. Ma'muriyat tomonidan ularning shartlari inkor etilgan holda ishchilarni ish tashlashga undash orqali kasaba uyushmalari korxonalarni ishchi kuchi taklifidan to'liq mahrum etishi mumkin hisoblanadi. Hozirgi zamon mehnat munosabatlari o'zida davlatning ta'sirini ham aks ettiradi. Davlatning qonunchilik faoliyati mehnat munosabatlarining barcha tomonlarini qamrab oladi. U nafaqat iqtisodiyot, davlat sektorining ishchi kuchiga bo'lgan talabini bildiradi, balki uni xususiy sektorda ham tartibga soladi. Milliy iqtisodiyot miqyosida ishga yollashning asosiy o'lchamlari aniqlanadi. Mehnat munosabatlariga davlatning ijtimoiy dasturlari katta ta'sir o'tkazadi. Bu dasturlar bozor tahlikasi yuqori bo'lgan davlatlarda aholining ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini barqarorlashtirishga ma'lum bir darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bularga masalan kam ta'minlangan oilalarga yordam, ishsizlik bo'yicha beriladigan nafaqa yoki har xil ijtimoiy to'lovlar, pensiya ta'minoti va boshqalarni biz misol qilishimiz mumkin bo'ladi. Davlatning ishchi kuchi bozoridagi vositachilik roli ham mehnat munosabatlariga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatishi mumkin. Jumladan, o'ziga qisman ishchi o'rinlarini qidirish va tavsiya qilish hamda ishga joylashtirish bo'yicha umummilliy dasturni ishlab chiqarish vazifalarini oladi. Ishchilarni o'qitish va qayta tayyorlashning davlat tizimi bozorning o'zgaruvchan talablariga tez moslashishiga imkon beradi. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Barchangizga e'tiboringiz uchun rahmat.